masala bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatingizda qiynayapti yoki bo'lmasa taklif yoki bo'lmasa oxirgi chiqqan yangiliklardan kimgadir shart izoh kerak bo'lsa, fikringlarni aytib, o'zingizlarni mustaqil taklifinglar bo'lsa, yechimi bilan bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi, berishinglar mumkin. Bu yerda foyda solig'ini to'lamaysiz, bu sizga plyus. Foyda solig'idan ozodsiz to'liq. Faqat zachotga ola olmaysiz, shunisi bor. 6% to'lab yurishingiz mumkin. kvadratlik joyingiz belgilab, yutib olib, ijara shartnoma tuzib hokimiyat bilan. Bu yer hokimiyatga bo'lib qoladi, faqat ijaraga olasiz bo'ldi. Qonuniy bu yo'li bo'ladi o'shanda. Hech qanaqa kadastr kerak emas, boshqa kerak emas. Kassaparat o'rnatasiz, soliqdan ham hech kimdan e'tiroz bo'lmaydi. Aytishadiki, bilim olish boshqa, ilm olish boshqa. O'qigan, lekin o'qigan deyshadi. O'shaning uchun o'qishinglarni maslahat beraman.